Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli gulsevar yurtdoshlar. Mana bugungi kungi gullarim holatini sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda hovliga keladigan gullardan biri, nomi nimaga, hidi xushbo'y, chiroyli bo'lib ochilib turibdi. Buni to'yga ko'chirib qo'ygandim. Yonida piyon bor. Piyonda bundan 2 oy oldingi chiqargan videolarimda ko'rgandinglar. Bunun ichidagi gullab tugab bo'ldi. Holatlari yaxshi holda turibdi. Mana bu orqasida 2 xil kaktus bor. Mana endi katta bo'lib gullasa ko'ramiz qanaqa gullarini, ranglarini. Mana bu ikkita kichkinasi boshqa sortdan. Ular yaqinda mana bu ikkitasi sovg'a. Mana bu chicha kattarog'ini sotib olgandim. Va yonidagisi kitayskiy roza qalamchasidan ko'paytirgani qo'ygandim. Mana tepasida bahchalar chiqarib qo'ygan, holatlari yaxshi holda turibdi. Agar vakuum orqali, parnik orqali ko'paytirishni xohlasanglar, plastmassa stakan yopinglarni, mana tepasidan teshik ochib qo'yinglar. Havo aylanib turishi kerak. Havo aylanib tursa, keyin ildiz otib yaxshi bo'lgandan keyin bemalol ochib qo'ysanglar hech narsa bo'lmaydi. Agar tepasidan teshik ochib qo'ymasanglar, havo aylanmay qo'yadi-da, atrofdagi havoga moslashish qiyin bo'lib qolib, tomir otgan gullar ham sarg'ayib, so'lib tutmay qoladi. Shunisiga ahamiyat berib qo'yinglar. Mana oldingi uyimdagi gullarimni obzorini qilganda dollar guli, krassula deb qo'yadi. Buni ko'rsatganim juda fasonga keltiradigan holatda bo'lib qolgandi. Kesgandim. Mana bu yerdan kesib qo'yganman, ko'rib turibsizlar. Mana bu yerdan ham kesganman. Mana 2 oy ichida tutgan holati. Shoxchalar chiqarib chiroyli bo'lib qoldi. Mana hammasi qolganlarini, nodachalarini, olgan nodachalarini ko'paytirishga ekib qo'yganman. Ular ham chiroyli holatda turibdi. Mana yonidagisini buni sovg'a qilishgandi. Kichkina edi. Oldingi videomda ko'rsatgan bo'lsam kerak, agar o'tib tomosha qilishinglar mumkin. Mana barglar chiqarib, holatlari yaxshi bo'lib qoldi. Mana bu sanseveriya gulimizni. Mana yangi 3 ta bargi bor edi, agar eslasanglar. Mana bu bargi yangi chiqargan. Mana bunisi ham mana chiroyli bo'lib qoldi. Gruntlarimiz yoqqan, suv berish holatlarimiz yoqqan. Mana chiroyli holatda o'sishda davom ettiryapti. Mana bu gulimiz indiskiy siren. Indiskiy sirenimiz ham juda katta, holatlari chiroyli. Bu ham gullash arafasiga yaqinlashib qoldi, xudo xolasa. Bu keyingisi ham indiskiy siren. Bularda ham holatlari yaxshi, katta tuvakka ko'chirib qo'yganman. Bu bilsanglar yerda guli, qishda ham qolaveradi, sovuqdan qo'rqmaydi. Indiskiy siren juda chiroyli gullaydi, bardoviy. Mana bunisi fikuslar oilasiga kiradi. Bu ham qora shahzoda. Mana kelgandan beri baklar chiqarib, hovlida turgan chang, e'tibor bermaysizlar. Baklar chiqarib o'sishda davom etyapti. Mana bakini ko'rsanglar, kaptimdan ham sal kattaroq. Mana katta qora shahzoda deb qo'yadi bu sortda, fikuslar oilasiga kiradi. Gruntlarimiz yoqqan. Buni kelgandan beri mana bu bargi bu chiqargan. Bunisi geran ochilishdan to'xtadi. Jichik optoda bargi sarg'ayib qolibdi, salqinga oldim. Bular ham geran gullashdan sal to'xtadi. Hozir bularda novdalarni kesib qo'yganman qalamchaga ko'paytirishga. Endi yana gullash arafasiga kelib, bakteriyalar chiqarib, novdalar chiqarib qoldi. Mana
Bu yerda ham kesgan yerlarimdan mana bu yerlardan kesganman. Nodalar chiqarib qo'ygan. Hammasi bunda ham shunaqa. Bu yerda o'zimizni rayhonlarni ko'chirib qo'ygandim tuvakchaga. Bu yerda ham yeram. Mana bu yerda menda ikkita bir xil sortidan jasmin sambak deb qo'yadi. Shu guldan bordim. Videoga olib chiqqanim mana bunisi edi. O'tgan safar video qilganimda mana bunisi edi. Mana gullab. Bu keyingisi ham, ikkinchisi ham mana gullayapti. Hidi xushbo'y pishgan baram deb qo'yadi. Mana bu yerda g'unchalari bor. Mana bu yerda ham g'unchalari bor. Holatlari chiroyli. Bu sorti xonada o'sadigan sorti. Hovliga bir 2-3 yillik bo'lgandan keyin olib qo'ysa bo'laveradi, qishda ham qolaveradi deb eshitganman. Yana bitta sort, bularni sortlari juda ko'p. Yana bitta sortini qishda ham qolaveradi yerda deyishadi. Undan o'tgan yili bitta parvarish qilgandim, sotib yubordim. Undan xudo xolisa yana sotib olib parvarish qilish niyatim bor. Xudo xolisa mana bunisi Singoning. Bundan qalamchasidan olib ko'paytirishga qo'yganim, tomir otgandi. Ikkitasini chiroyli qilib stakanchaga ekib qo'ydim. Stakanchada tomir otishi, kuzatishi juda yaxshi. Sizga qulay bo'lgan nima? Mana kichkinagina ko'chatchalarini oldin shunaqa stakanchaga ekib olsanglar, tomir otishini kuzatib turishingizga qulay bo'ladi. Shuning uchun men hozircha bu kichkinagina stakanchaga ekdim. Ekkanimdan beri lekin mana barglar chiqardi, yangi barglari chiqardi. O'zi ko'rinib bilib turibdi, holatlari yaxshi. Gruntlarimiz yoqqan o'xshaydi. Mana agar yoqmaganda barg chiqarmay. Singonim guli qancha yorug'ga qo'ysangiz, rangini o'zgartirish xususiyatiga ega. Yorug'likni juda yaxshi ko'radi hamma gullar singari. Agar sal sovuqga qo'yib qo'ysangiz, bunaqa oqishroq bo'lib ketadi bargi. Yorug'ga qo'ysangiz o'zi qizil. Mana bargini orqasi ham juda ajoyib rang o'zgartirib, har xil rangga kirish xususiyatiga ega. Yorug'likni ko'p yoqtiradigan gullar qatoriga kiradi. Bu ham hamma gul ham shu. Mana isboti mana bu yerda. Ko'rib turgan bo'lsanglar, agar sal yorug'roq qo'ymasanglar bo'ldi, mana bagini oqartirib oladi. Bu ham Singoning, mana chiroyli holatda turibdi. Shundan qalamcha qilib ekkandim. Mana baklar chiqarib chiroyli holatda turibdi bu ham. Keyingisi ключ. Chiroyli dekorativniy, yerda qolaveradigan, qishdan sovuqdan qo'rqmaydigan gullar qatoriga kiradi. Buni yerda ishlarimiz bo'layotgani uchun tuvakka olib qo'ygandim. Bundan xabaringlar bor. Oldingi videomda ko'rsatganman. Kechagi jicha optoda qolib ketdi. Bu gulim xo'sta edi. Sal ahvoli xunuylashib qoldi. Bu gul mendan juda xafa. Optoga qo'y. O'zi bu optoda ham hech narsa bo'lmaydigan gullar qatoriga kiradi, lekin men hali sovuqda turibdi, darvozaxonamizda turadi. Kecha optoga qo'yib ham shundan bir pasda opto urdi buni, issiq. Moslashib qolgan ekan. Mana suv quyib qo'ydim, o'zini holiga kelib qolishidan umidim bor. Mana bunisi Sansevieria. Xudo xolasa inshaalloh nasib qilsa keyingi videolarimizda bularni ko'paytirishlarini ko'rsataman, tomir o'tkazganlarimni, ekishlarini vaqtida videolar qilib chiqaman, xudo xolasa. Mana bu gulimni shiflera peresli kichkina edi. Oldingi videomga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Kichkina edi, mana holatlari yaxshi. Katta yangi baxt chiqarishdan davom etyapti. Mana juda chiroyli holatga kelib qolgan. Ko'z tegmasin, chiroyli gullar. Mana bunisi aglanem edi. Mana baklari chiqarib chiroyli bo'lib qolgan.
eski baklarini kesib yuborganman. Mana bu sarg'ayib qolibdi, sal o'tdi nimasida. Bu bor edi o'zicha issiqda nima bo'lib qolgandi. Mana bak bundan keyin chiqargan yangi baklari bular. Ularning holati yaxshi. Ko'z tegmasin. Mana bu Avguba, buni ham agar eslsanglar, kichkinagina, sal yosh ko'chatcharoq edi. Mana qancha baklar chiqardi, o'sdi, chiroyli holatlarga keldi. Bundan qalamcha qilib qo'yganman. Asta-asta keyingi videolarimda qanday ko'paytirish, ular tomiri otganini, ekishlarni ko'rsatib boraman. Mana bunisi Hamidariya. Mana bu ham holatlari yaxshi. Bak chiqarib qo'ygan. Yangi baklari mana bulari. Gruntlarimiz yoqqan, parvarishlari yoqqan. Chiroyli holatda turibdi. Keyingi gulimiz Xalaritum deyiladi. Bu gul. Gullarda hammasini foydasi juda ko'p. Eng katta foydasi inson uchun Xalaritum guli, sanseveriya ayniqsa, hamma gul ham karbonat angidrid havoda yutib, toza havo kislorodni chiqarib beradi. Insonga foydali tomoni shu. Mana uzun nota chiqardi, xudosi gullash arafasida. Bundan qalamchalar ham chiqaradi. Mana shu yerdan ko'paytirsa ham bo'ladi o'zi. Shunday qilib turib gullaydi ham, yangi novdachalar, qalamchalar chiqarib yuboradi. Bo'ylab qo'yganman, sangullab gullar har tarafga nima bo'lib qo'yganiga. Mana bu yerda Zamiya Kulkas gulim. Olganimda 3-4 ta nimasi bor edi. Bundan ko'paytirishga bahchalardan qo'yganman. Xudo xohlasa uni ham video qilib chiqaraman. Mana ketma-ket qalamchalar chiqaryapti. Mana bunisi ham yangi chiqargan. Mana bunisi ham yangi chiqargan novdachasi. Mana bunisi mana bunisi ham. Har bir nimasida chiqargan yangi. Yana qayerdadir ko'rdim, yana nima chiqarayotgan joyi bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana yana bitta novdacha chiqyapti, xudo xohlasa. Bu degani parvarishimiz yog'yapti. Zamiya Kulkusni gullaringlar yaxshi rivojlanish uchun, yaxshi parvarish qilishinglarda siri suvni ozroq qo'yasizlar. Suvni xushlamaydigan gul ham bor. Suvni xushlaydigan gullar ham. Burni ajratib olsanglar, sizlar shundan qiynalmaysizlar. Mana bu Zamiya Kulkus guli bargidan ko'payadi. Birinchi kartoshka paydo bo'ladi, keyin ildiz chiqarib turib, keyin novdachalar chiqaradi. Kartoshkasi bu kartoshkali tagidan. Kartoshkasidan novdalar chiqaradi. Bu suvni xushlamaydi. Kartoshkasidan suvni jamlab olib, kartoshkasidan suv olib turadi-da. Agar ko'p suv quyib qo'yadigan bo'lsangiz, kartoshkasi erib qoladi, gullardan ajralib qolasizlar. Shuning uchun suvni xushlaydigan, xushlaymaydigan gullarni ajratib olsanglar bo'ldi. Qancha suv quyish miqdorini bilib olsanglar bo'ldi. Gullar bilan aniqida nima deydi? Kelishib olasizlarda gullar bilan. Bo'lmasa qiyin bo'lib qoladi. Mana bu gullar ham uncha suvni xohlamaydi. Mana Xalaritum yaxshi ko'radi suvni. Hozir yozgi kunda 3-4 kunda bir suv berib turasizlar. Mana bu gullar, shifrlar, aglanemalar uncha suvni xohlamaydi. Mana Zamiya Kulkus ham sifatli gulimiz suvni xushlaydi. Yangi baxt chiqarishda davom etyapti. Holatlari yaxshi. Yangi tuvakka olganman. Buni ko'rib turibsizlar, qisilib qolgandi. Mana o'ziga kelib, xudo xohlasa gulli oqochlarda sekin asta-asta rangini yo'qota boshlaydi. Bu degani qurish arafasida, quriyotganda kesib qo'yasizlarda, yana gullashda davom etadi. Hozircha baklar chiqaryapti. Mana bu gulimiz, bu ham singoni. Holatlari yaxshi. Mana bu ham yorug'likda gullari chiroyli bo'lib qoladi. Orqasi, bakini orqasi shunaqa rang. Jicha yorug'lik yetkazib bermasanglar tamom, mana rangini o'zgartirib oladi.
xafa bo'lib qoladi, darrov xafa bo'lib qoladi. Mana sal kuyib ham qoladi mana keyin. Mana senga deb. Juda ajoyib nozik gul. Suvni juda yaxshi ko'radi. 3-4 kunda bir, yozgi kunda hozir 4 kunda 5 kunda bir sug'oraverasizlar. Baklar chiqaryapti, yangi baklar mana ko'rinib turibdi. Holatlari juda chiroyli. Keyingi gulimiz Johnny Ramon deb qo'yadi, Zamyakokus. Buni hali notachilar chiqargani yo'q. Lekin sal bo'ylari cho'zilib qoldi. Bundan baklaridan olib ko'paytirishga qo'yganman. Dog'asi izi chiqarib kartoshka berganda bunda ham video qilib chiqaraman, ko'rsataman qanday ko'paytirish. Mana buni gulimiz. Sizlarga tanish bu chiroyli, go'zal gul, uzoq turadi guli. Eslasizlar, video qilib chiqarganman, o'tib ko'rishinglar mumkin. Antirum guli, peperumi guli bilan birga bo'lib qo'yganda ajratgan gulim edi. Mana holatlari yaxshi. Olganimdan keyin chiroyli bo'lib turibdi. Baklar chiqarib, sal o'zini tutib olgan. Stressdan chiqib, izlarini ochib tashlagandik. Agar eslasizlar, yaxshi guliga hech narsa bo'lmadi, guli to'kib yuboramikin degan xavfda bo'lgandim. Yo'q, mana chiroyli turibdi. Yangi baklar chiqarib, o'zini tutib qo'ygan. Mana bu gulimiz ham Hamidariya guli edi. Buni ham holatlari yaxshi, chiroyli turibdi. Mana baklari yozib kelyapti, yangi baklari. Parvarishimiz yog'yapti. Mana buni gulimiz yashil fikus, yashil sort. Holda turgani uchun chang bo'lyapti. Har kuni arsiz ham chang. Holatlari yaxshi. Bu qishda sal to'xtab qolgandi. Qo'rquvdim, o'smay qoladimi, kesib ko'paytirishga qo'ysammikin dedim. Yo'q, yaxshi. Mana ikkita bak chiqardi undan keyin. Ikkita bak, mana bunisi yangi bak. Mana xudo xolisa keyingisi ham kelyapti. Holatlari yaxshi. O'zini tutib oldi. Keyingi gulimiz orxideya gulimiz. Orxideya gulimiz mana keyin bak chiqardi, yangi bak. Mana ichidan yana yangi bak chiqarib kelyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa yorib qolay. Ichidan yangi bak chiqyapti. Buni ko'paytirishga qo'yganimdan keyin tagidagi ildizi bilan qolgan ko'rib yo'qolib ketdi, uni saqlay olmadim. Lekin bu mana chiroyli bo'lib qolib, baklar chiqarib, holatlari yaxshi. Mana bu gulimiz peperumi guli. Buni video qilib ajratib olgandik. Undan keyingi holatlari juda ham yaxshi. Buni mana bak chiqargandan bilib olamiz. Mana ko'chirib ajratgandan beri bo'ylar o'sib qoldi, chiroyli bo'lib turibdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, juda chiroyli yangi baklar chiqarib, o'zini tutib olgan. Bundan keyin qanday ko'paytirish, ildiz otishlarini hammasini ko'rsatib boramiz. Mana bunisi ham Hamidariya guli. Bo'ylari cho'zilib qoldi. Buni o'zim uchun ajratib olgandim. Mana bu gulimiz Spatifilum. Qishda ancha gullarimdan ayrilib qolgandim. Eslasanglar, aytib o'tgandim. Kurtishkamiz ochiq qolib ketib, bu ishga ketib qo'yganmiz. Yo'qolib qolgandi, ildizlarini boshqa tuvakka olib qo'ygandim, lekin mana amallab bak chiqaryapti. Holati yaxshi bo'lib qoldi, saqlab qoldik. Mana bu gulimiz ham Sanseveriya guli. Bakidan kesib ko'paytirishga qo'yganman. Keyingi videolarimizda asta-asta birin-ketin hamma gullarimizni qanday ko'paytirish, qanday qalamchi, qanday ekish, qanday ildizlatish, qanday qilib parvarishlarni ko'rsatib olib chiqamiz. Mana bu gulimiz, agar eslasanglar, juda xunuk bo'lib ketgandi, uzayib, har tomonga tarvaqaylab. Kalanxo'ya gulimiz edi. Kesib tashladim, qalamchiga qo'yganman, ular tomir otgan. Mana nodachalar chiqarib qoldi, ancha katta bo'lib qoldi mana bu yerlarda, lekin tanasi qurib ancha edi bu yerda. Mana buncha qilib kesgandim.
Undan keyin bilmadim sug'ormaganman, manaqa bo'lib quruq tushib kelyapti. Lekin mana bu yerdan nodasa chiqargan, yashayapti, o'syapti. Tanasida suv bormi bilmadim, bular sekin kesib olsammi degandim. Lekin mana ancha cho'zilib qoldi, nodachasi turibdi. Qurimay tursa endi bu yog'i. Mana bu gulimizni nomini bilmadim-da, shuni bilganlar bo'lsa. Bu yerdi guli. Yerdi guli qishda qolaveradi. Ishisi bo'lmay sovuq, qishda sovuqdan qo'rqmaydigan gul. Bu haqda ma'lumoti borlar kommentariyaga yozib o'tib ketinglar. Nomi nima? Mana hurmatli kanalimiz a'zolari, mana bu gulimiz kal deydi. Sarg'ayib qolgan baxtlari ko'p, bular kesib olish kerak. Gullaydi degan umiddaman. Kalla gulimiz ham yaxshi o'zini tutib olgan. Holatlari yaxshi. Mana hurmatli kanalimiz a'zolari, o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Yoqqan bo'lsa like tugmachasini ezib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yaqinlaringizga podpisa qilib qo'yishinglarni unutmanglar. Video qilganimdan keyingi 2 oydan keyin gullarimning holatlari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr deb qolaman.